Avvalambor assalomu alaykum guruhdoshlar. Mana bugun Birli qishloq fuqarolar yig'ini Olmazor mahallasida turadigan Fayz ukamizning xonadoniga keldik. Bilasizlar, jigar plantatsiyasi bilan bu ukamiz ham og'rigan. Shu bo'yicha sizlardan yana bir bora yordam so'rash maqsadida video chiqaryapmiz. Ukamizni vrach bilan hozir gaplashdik. Vrachini aytish bo'yicha mana oxirgi bosqichi, Xudo xolasa Toshkentga apparatga jo'natamiz ukamizni. O'sha apparatga tushgan vaqtda apparatda to'shna bu Fayzining diagnozi aytiladi. Yo jigar peresadkasi, jigar almashtiramiz yoki o'zini davolaymiz. Chunki bolada jigarida o'zgarish, yaxshi tomonga o'zgarish bor ekan. O'simtalar o'sha jigarga ta'sir qilgan o'simtalar kichrayganligini aytmoqda. Do'stlar, bizlarga 25 million mablag' kerak. Xudo xolasa men o'zim mana shu uka bilan birga borib, sizlarga video jarayonlarini taqdim qilib turaman do'stlar. Toshkentga birga borib videolarni taqdim qilib turaman. 25 million so'm mablag' kerak do'stlar. Videoni qisqa qilib qo'yapmiz. Yo o'zini sog'aytiramiz shu bolani, yo jigar peresadka bo'ladi. Buni Xudo xolasa tekshiruvda mana ertaga Toshkentga jo'natamiz. Keyin ximiya olaman dedingizlar? Ximiya olaman. Ximiyasi uje 7 million 8 million ximiyasi apparati bor ekan. Necha million ham dedi uni. Общий hisob kitobimiz doktorda aytishi bo'yicha apparatdan tushib o'sha jarayon to'shna diagnoz qo'yilgancha bizlarga 25 million so'm do'stlar mablag' kerak. Fayzini o'zi shunaqa Fayz. Shunday hozir bo'yicha diagnozlarimiz shunday bo'lib turibdi. Shuni olmasak bo'lmaydi deyapti. O'sha boya diagnozlardan keyin analiza xudo xolasa keyin ma'lum bo'ladi deyapti. Yo peresadka yoki o'zini jigarini davolaymiz. Davolashning imkoni bor degan narsani bildiryapti do'stlar. Videomiz ko'payib ketmasin. Birlik ahli sizlardan iltimos mana shu ukamizga yordam berish.